4 yoshli Matilda uydagi hamma jurnallarni o'qib chiqib bo'lgandi. Bir kuni oqshom payti u otasiga dildagi istagini aytishga jur'at qildi. Kitob deysanmi? Senga ne kerak bo'lib qoldi bu narsa? O'qimoqchiman. O'qimoqchisan? Televizor turganda o'qirma qilding. Televizordan, kitobdan ko'ra ko'proq narsani o'rgansang bo'ladi. Ha? To'smasanchi. Matilda o'z oilasidagilardan boshqacharoq ekanligini tushunib yetgandi. Uni hayotda har bir narsaga o'zi erishish kerakligiga aqli yetardi. Chao. Mikroto'lqinli pechda ovqat bor. Ertasiga ota-onasi jo'nab ketishi bilan Matilda kitob izlab yo'lga tushdi. Umumiy kutubxona, Pike Street, 1645-uy. Umumiy kutubxona.